Assalomu alaykum. Hammang salomat yaxshi turibsizlar. 2020 3-oyning 12 atdigan. Yana biroz aylang'ach paran qilayli deb. Qanday hammang salomat. Xizmatlar, o'qishlar yaxshi. Uy ichi tijlaq. Bugungi temamiz yana shu necha kundan buyon bizlarni avora qilib kelgan shu Xitoy virusi, Wuhan virusi yoki koronavirusi degan yana shu tema ustida biroz jamiyatda bo'layotgan gaplarning orasidagi ma'lum bir gaplar to'g'riliq biroz paran qilayli deb nima qilishim. Endi hozirgacha shu Wuhandan chiqqan bu kasallikning, bu virusning gapi chiqqandan buyon bizdan bo'lsin, Uyg'urlardan bo'lsin yoki dunyodagi boshqa to'g'riliq tahlil qilayotgan gap qilayotganlar nurg'unlagan bu virusga aloqador o'zininki o'ylanishini, buningki kelib chiqish manbasiga qarata shu ba'zi gaplarni qilgan bo'ldi. Buning ichida birinchisida dastlabda bu gapni chiqqan vaqtida hammamizga ma'lum shu Wuhandagi shunday narsalarni sotadigan go'sht degandek, shunday bir qushxona degandek yerlardan bu taqaldi. Shu yerda Xitoylarninki shundoq yovvoyi hayvonlarni har turli hamda bu shuni yeganligidan chiqdi degandek bu gaplar botdi. Shundaymi? Undan keyin bu gaplar biroz taraqqiy qilib bir vaqtning o'tishi bilan Xitoylarning u yerdagi uchurlarni qamal qilib olishi. Undan keyin ba'zi shunday aeroplanlarni ba'zi yerlarga to'xtatib, ba'zi yerlarga to'xtatmaslik degandek, bizningki vatanimizga Sharqi Turkistonga shunday aeroplan poyezdlarninki menishi degandek ba'zi ishlar tufaylidan buni Xitoy kompartiyasi, bu Xitoy tajovuzchilari shular o'zi maqsadlik qildi deb bu gaplama chiqqan bo'ldi. Va bizningki shu yerdagi jazo lagerlaridagi qarindoshlarimizni shu to'g'riliq shuni bahona qilib turib o'ltirib atmasin deb bu to'g'riliqmi nurg'un faoliyatlar qilingan bo'ldi. Undan keyin endi yana bu virusningki kelib chiqish manbasiga qarata yana ba'zi bir gaplarda buni qandaqdir degan vaqtimizda bu Amerikaningki hukumatninki Amerika hukumatiningki bir qilgan ishlari, ya'ni Xitoyninki shu bir yo'l bir belbog' degan bu planlarga qarata, ya'ni hozir Xitoy bilan savdo urushi bo'layotgachqa shunga qarata Xitoyni vayron qilish, Xitoyni o'ziga bo'ysundirish uchun qilingan ishlar degandek bu gaplarni o'tirg'i qo'yildi kishilarniki ko'z qarashida. Va tunugungi xabardami Xitoyninki yangidan tayinlangan tashqi ishlar bayonotchisi degan Xitoymi Amerikaga bu virusni shu Wuhanda 2019 ya'ni oldingi yilda shu nimada Wuhanda bir nima bo'lgan o'xshaydi, harbiy ko'rgazma degandek bir faoliyat bo'lib ekan. Shu vaqtida buni Amerika askarlari Wuhanga akagan deb bu Xitoy bu gaplarni qilib, biz Amerika hukumatidan bunga bir javob bersin degandek bu gaplarni qildi. Bu to'g'riliq Amerikadagi ba'zi shunday senator yoki millat vakili degandek kishilarmi bu to'g'riliq gap qilgan ahvollar bor ekan.
Dastlabki bu aloqa faqat Xitoydan bo'lg'achqa, dastlabki bu ishning manbasi nurg'un kishilar bu to'g'riliqmi degan edi. Ammo keyin bu ishlarning xarakteri o'zgarib, bu faqatlam Xitoydan bo'lib qolmay, bu kasal qanday bo'ldi hamda butkul shu Yevropa deymiz, dunyoning hamma yerida, Amerikaning o'zidami nurg'unlagan shunday ahvollar ko'rilib, nurg'un kishilar o'lib, do'konlarda shu kundalik lozimatliklar yetishmaydigan, quruqdilib qolgan do'konlar, shunday ahvollar ko'rilyotdi. Shunga bu to'g'riliqmi kishilar nurg'unlagan ishlarni shunday endi kallasiga bu to'g'riliq zodi buniki sababi nimada deganda shunday nurg'unlagan narsalarni o'ylab qo'yadi. Endi buningdan boshqa yana bu kasal to'g'riliq, bu virus to'g'riliq o'ylanayotganlarning ichida yana boshqa bir ko'z qarashmi bor. Endi bugun shu to'g'riliq biroz paranglashmoqchi. Ya'ni bilmaganlar to'g'riliq, ya'ni bilmaganlarga qarata jamiyatda mundami bir gaplarning borligi do'qmush paranglarining ichida buni bir bilib qolinglar dedim. Bu hamda yana bir xil ko'z qarashdi deydiki, buni biroz buning darajasini hamda buningdanmi bir qator yuqori ko'tarib, endi hozirgi ko'z qarashlarning ichida bilasizlar, bir turkum kishilar bu dunyoning hozir bo'layotgan tartibini, davlatlarning bosh qurilishi, qaysi davlatning qanday bir hokimiyat turishi, qaysi davlatda shu davlatni kimning bosh qurishi, u davlatda nima qimmat, nima azam yoki dunyo xarakterlik deganimizda shundoq ishlarni bir bo'lik kishilar, ma'lum bir o'chum kishilar mushuni bosh qurib turadi, mushuni idora qilib turadi deydigan bir ko'z qarash bor. Shundaymi? Buni nurg'unlaringlar anlagansizlar, ko'rgansizlar. Haliqa kinolarda yoki bir nimalarda chiqadigandek, yozmalarda, kitoblarda chiqadigandek qanda shu bir o'nkurning ichiga kirib yoki yer ostida yuzlariga niqob taqib, shundaymi, boshlariga posma kiyib degandek bir shamning yo'riqida yoki mash'alni o'tlarni yoqib qo'yib, shuning ichida plan tuzadigan ma'lum bir guruh kishilar bor. Bu dunyoning nurg'unlagan ishlarini shular boshqaradi deydigan bu bir ko'z qarash. Endi buni Uyg'urchaga suiqasd nazariyasi deb shundoq tarjima qiladi ekan, hamda inglizcha conspiracy theory deb shu bo'yicha elinadi. Turkchisimi komplot teoriyasi deb shu bo'yicha. Bu to'g'riliq deysak, bu gaplar cho'nqurlab ketadi hamda qiziqadiganlar shu to'g'riliq qaysi kuni deganimizdek, tunugunki kitob o'qish temasi deganimizdek, shu to'g'riliq kitoblar bo'lsa, agar qiziqsanglar, o'zinglar o'qib, shu bo'yicha bir narsalarni o'ylab qilib boqsanglar bo'ladi. Endi hozir bo'layotgan bu ko'z qarashda yana buningki bu virusning sababi nima deganimizda, bu xil ko'z qarashda hozir deyilayotgan jamiyatdagi paranglarning birisida bular deydiki, bu virusni shu kuchlar, shu bir o'chum, ya'ni dunyoni hozir shundoq boshqaryotdi, davlatlarni idora qilyotdi, u bu degandek savdo tijoratni qo'lga kirgizib oldi degandek shu bir turkum kuch, yana bir yushurin kuch, ya'ni shular buni maqsadlik o'ttirg'i chiqargan. Buni qilish orqali hozir bularning bir maqsadi bor. Shundoq dunyoni texmo kontrol qilish, o'zininki qo'l ilkiga kirgizish degandek nurg'unlagan maqsadlari bor. Bu shu maqsadlarining ichidagi shuningki bir boshlang'ich nuqtasi bo'lishi mumkin. Degandek bundaq bir nazariyalarni o'zininki o'ylanish degandek bundaq bir gaplarni jamiyatda deyishyotdi. Endi bularninki demakchi bo'lganida shu yushurin kuch hozir shu virusni shular paydo qildi. Shuni shu yerdan taqitish orqali dunyoda hozir shunday bir xil andisha taqitib his qildirib, ba'zi davlatlarni bo'lamdi shundoq ochiq va oshkora qo'rqitish orqali, ya'ni biz mundaq ishlarimiz bor degandek hozirgi davomlashib kelayotgan bu turmush ritmidan
başqa bir xil yangi bir xil turmush ritmiga bular o'tkazmoqchi degandek bu gaplarni qilyotdi. Buning ichida misol yoshlarninki bu kasaldan bak nim qilmay kichik bolalarning degandek qarilarninki o'lib ketishi degandek mushundaqlarni sabab qilib ko'rsatib bular hozirgi mush dunyodagi qarilarni mushu kasal orqali o'ltirib hamda yoshlarni mushu elektron davriga boshlab kirib dunyodagi kishilarni, davlatlarini o'zining o'ylagan yeriga akilib shu bo'yicha bosh bo'lmoqchi degandek bu xil paranglarni bulayotdi. Hamda buning ichida hozir deganimizdek dunyoninki tartibini qanday o'zgartirdi deganimizda bu yerda o'tirib qo'yilgan bir qanchalagan misollar bor. Misol bu virus shu Xitoydan boshlandi. Xitoydan boshlanib İran deymiz, onundan keyin İtaliya, onundan keyin Saudiya Arabiston hozir haj shu ishlarni to'xtatgan bo'ldi. Buning ichida deyilgan gaplarning ichida shu İranmi misolga, shu İrandagi bu virusninki shu jiq tarqalgan yeridagi bu Qum shahri degan bu shaharmi shundaq shiyalarninki bir markaziy shahri ekan bu yerlar. Onundan keyin Saudiya Arabiston deymiz. Bu yerda bilasizlar, bilan shu berib haj qiladigan, umra qiladigan shundaq muqaddas joylar. Undan keyin İtaliya desak, hamda bu shu Papa deganlarninki turadigan shu markazlik joylari. Ya'ni dunyoda bo'layotgan ya'ni dinga e'tiqod qildik deganda kishilarninki markazlik shaharlari. Mushundaq yerlarga hozir mana ma'lum kishilarga bular signal beryotdi deydi. Ya'ni men o'zim qilaman degan vaqtimda mana shundaq sizlarningki bu yerlarga odamlar kelanmaydigan qilib o'taman degandek tartibini men xohlagancha o'zgartiraman degandek. Undan keyin misol hozir Xitoyda bu pul orqali yo'qidi ekan degandekin hozir ham kishilar qanday qilyotdi? Ko'rishdimmi? O'zini tortayotgan bir mezgilda pul orqali yo'qidi ekan deb Xitoyda nurg'unlagan pullarni nim qiladiganligini, ularni bichit qiladiganligi degandek bu xabarlar bo'ldi. Balkim pat yaqinda nurg'unlagan davlatlarda bu amalga oshishi mumkin. Hamda bular deydiki, shu pulni mana shu jamiyatdan bir xil shaklda bular yo'qotmoqchi deyotdi. Bu qanday gap deganimizda yillardan buyon bilasizlar, puldan keyin nima chiqdi? Bu kart, banka kartlari chiqdi, shundaymi? Undan keyin bu Bitcoin degan bu pullar, ya'ni mavhum pullar o'tirg'i chiqishga boshladi. Ya'ni yo'q yerdan sizga ma'lum bir narsani sotadi hamda kishilar mush orqali xajlaydi pullarini. Hamda banka orqali sizni ya'ni burun agar bir odam banka bo'yicha bo'lmasa, ya'ni o'zining yangiqidagi pul bo'yicha xajlasa yoki undan bu burunga qaytsak, ya'ni oltin degandek shu bo'yicha xajlasa bir kimninki qancha pul xajlab, qancha pul xajlamaganligini yoki bu pullarni nimaga xajlaganligini uni bir kim bilmaydi, shundaymi? Banka chiqqandan keyin ya'ni siz banka orqali, ya'ni kart orqali bir narsa sotib olgan bo'lsangiz, pul xajlagan bo'lsangiz, buni bir kimninki bilgusi kelsa, tekshirgusi kelsa, buni qarablam bu pullar bu yerga xajlanibdi, bu yerga xajlanibdi deydigan ishlar bor. Hamda bu pullarniki hammasimi bundan xajlanmaganligi uchun yani bir qismi qandaq yana dunyoda nurg'ulgan bu pullar, yana bu naqd pul orqali mengayotganligi uchun buni hamda bu elektron davri deb buni texmi bir daraja yuqori ko'tarib bu shu Bitcoin degandek bu mavhum bu pullarni texmi kengaytirish demakchi. Yani bu pullarniki ishlatilishini texmi kengaytib, chunki pulni ishlatsang, naqd pulni ishlatsang virus yo'qidi deganligi uchun kishilar bunda bu pulni ishlatishdan tortinib bu ishlar bir mezgil shunda davomlashsa yoki kishilar avtomatik bunga ko'nadi va biz avtomatikdan bu kishilarni bu Bitcoin degandek bundaq pullarni ishlatishga shu katakka kirgizimiz, shu yo'lga bularni kirgizimiz va bu orqali butkul dunyodagi kishilarning uchurlari bizda bo'ladi va biz xohlagan vaqtimizda bularni tekshirib nim qila olamiz degandek bu maqsadga yetmoqchi deyotdi. Mushundaq jamiyatda bo'layotgan gaplar.
Onundan keyin hozir degandek dunyodagi dillarni shundoq o'zim xohlagancha boshqaraman yoki binosi qilaman degandek bundoq planlari bor. Dunyoni bunda manchidani davlat emas, hali hamma davlatlarni shundoq kuchlar boshqaryotidi. Hamda buningdanmi ilgirlab bu dunyoni texmi kichiklatib, shu barliq iqtisod shu davlatlarningki boshqarishi, nurg'ulg'an ishlarni o'zi bevosita qilmoqchi degandek shu gaplar. Ondan keyin hozir kishilarni shundoq uylariga qanday qilyotdi hamda sirtqa chiqmang degandek uylariga banat qilib degandek kishilarni avtomatik holda bu elektronlik ya'ni davrga majburlayotdi. Buningki ya'ni birinchi sanoat, ikkinchi sanoat degandek gaplar bor-ku, masalan, birinchi sanoat inqilobi yoki ikkinchi sanoat inqilobi degandek. Hamda bu elektrlashgan insoniyatningki birinchi nusxasini hozir sinab qilyotdi bular. Bu ish qanchalik amalga oshadi yoki oshmaydi degandek, shuni qilib, agar bu ish utuqliq bo'lib qolsa, shu planlarini amalga oshirmoqchi degandek, bundaq bir nazariyalarni o'ttirga qo'yibotdi. Shu do'qmush faranglarining ichida buni bilib anglab qo'yanglar dedim. Chunki hozirgacha buningki hamda biz hammani har tarafdan qandoq o'ylayotimiz, tafakkur qilyotimiz. Bu kasallikning zodi sababi nima? Qandoq bo'lib hozirgacha bu kunlargacha keldi degandek. Demisimi, dastlabda bu faqatlam Xitoydan bo'lgandan keyin bu ishlar nurg'ulg'an davlatlar bu ishlardan bak qanday ansirmagan. Ya'ni bu Xitoyda bo'lgan ishlar bu deb. Ammo hozir mana bugungi kunda shu 3-oyning shu 12-kuniga kelgan vaqtimizda bizni bu cho'chitadigan darajaga yetdi. Nurg'ulg'an davlatlar bilan qanday bu aeroplan yo'lovchi nima qilishni to'sqan bo'ldi. Turkiyadanmi sirtqa chiqish u degandek narsalarga chekni qo'yibdi. Xitoyningmi iqtisodiga ig'ir ziyonlar bo'lgan bo'ldi. Chunki siz u yerdan bir narsa sotib olsangizmi, hozir xalqlar qanday bir-birisi bilan qo'llashib kurashishnimi qilmang deyotdi. Bundaq bir ahvolda bir kimning u yerdan kelgan bir narsani tutishimi kishilarni hozir shubhalantiradigan bir holga keldi. Nurg'ulg'an davlatlarda hozir nurg'ulg'an kishilar o'lyotdi. Bo'libmi hozir buningki yeyilishi intayin tez suratda bo'lg'achqa, bugun 100 degan yerda statistikaga qarasak 200-300 degandek bu shundoq o'rlab ketyapti. Chunki bu jihatdan hozir hamda hammamizni shundoq ansirtib qilyapti. Hozir nurg'ulg'an davlatlarda buningga jiddiy tadbirlarni elyapti. Turkiyada maktablar ta'til qilinib, boshlang'ich o'rta maktab, oliy maktablar degandek bir hafta ta'til qilinib, undan keyin bu o'qishlarningki to'rdan elib berildiganligi, televizordan shundoq o'qituvchilik qilib, o'qituvchilar shu bo'yicha darslarni beradiganligi degandek bu masalalar chiqyapti. Ahvol biroz jiddiydak qarindoshlar. Shuningdek Turkiyadagi qarindoshlarimiz bu jihatdan nurg'ulg'an tayyorliklarni qilyapti. Öyle yemek içmek degandek narsalarni elib tayyorlab degandek, undan keyin maska degandek, qo'l yuvish suyuqliklari deganimizdek. Olimlarimizmi, o'limalarimizni bu to'g'riliq buningki oldin olish to'g'riliq bizga ba'zi nasihatlarni, yo'l yo'riqlarni qilyapti. Shu bo'yicha shuningki bir oldin olish ishlariga qo'limizdan kelishicha diqqat qilib, ahamiyat berib şu işlerden bir sağ-salamet ötüp gitishga tirishaylik inşallah. Ama bilasizlar, dünyanın başka yerlerinde bo'lgandek Turkiyada bu narsalarningki bahasini haddidan ziyada o'riltib, shunda bir qiyinchilik qilayotgan ishlar bor. Bu jihatdan qiyinchilik bo'lgan qarindoshlarimizga bu yerdagi tashkilotlar bo'lamdi. Xayr-saxovat joylari bu to'g'riliq planlarni tuzgan. Bu to'g'riliq bir ishlarni qilishni o'ylashgan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu, biz har birimiz agar imkoniyatimiz bor bo'lganlar shu qarindoshlarimizga bir yordam qo'limizni agar shundoq bir qiyinchilik bo'lib qolgan sharoit bo'lib qolsa, yemak ichmakdan yoki shundoq oldin olish jihatdagi ishlar jihatdan bir yordam qo'llarimizni sunsak demakchi. Bunun bir eslatib o'tishni loyiq ko'rdim. Bilmaymiz hamda ahvol balkim shuning bilan yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Belki bu ish hamda texmi shundoq avjab ketamdi. Bilmaymiz. Alloh bizlarni eng yaxshi shaklda, eng bexatar, xotirjam shaklda bu qatimliq bu ishdan
o'tib ketishga nasib qilsin. Mushu jihatdan hammamiz o'zimizningki qo'g'lanish ishlarimizni, xizmatlarimizni yaxshi qilaylik, tayyorliklarimizni yaxshi qilaylik, duo qilaylik. Amal bor, mushu ishlardan bir yaxshi o'tib ketishga tirishaylik inshaalloh. Alloh bizlarni bu virus balosidan o'z panohida saqlag'ay. Shuningdek, bugungi gapimiz mushu bo'yicha virus to'g'riliq jamiyatda bo'layotgan gaplardan sizlarga bir nima qilay dedim. Attiganning havomi biroz sovuq. Qolsa ko'rishamiz. Hammanglar salomat bo'linglar. Allohga emanet.